Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz mana bu firmalarimiz, ya'ni kichkina darvozaxonalar va naveslar uchun mo'ljallangan qoriliklarimiz, ya'ni qori bo'ladigan kichkina firmalarimiz haqida gaplashamiz. Bular 1 metr 170 ming so'mdan boshlanib 220 minggacha bo'ladi. Mana eng o'sha arzon variantlarda, ya'ni tepasida chokli bo'ladi. O'sha choklarning hisobiga narxi biroz arzonroq. Ichidagi materiali ko'proq, qimmatroq bo'lgani uchun mana bu firmalarimiz X variantdagi firmalar, bular 220 ming so'mga borib to'xtaydi akalar. Sizlarga hozir yangilik sifatida ko'rsatib qo'yaman akalar. Mana bu firmamiz, eng kichkina firmamiz tayyor bo'lyapti. Buni musvarka qilish kerak. Mana shu holatdagi firmalarimiz, ya'ni eng kichkinasi 25 lik firmamizning eng arzon varianti, ya'ni o'sha 170 ming so'mlik eng kichik variantdagi firmamiz. Bu juda ham kichkina joylar uchun bemalol yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Hozir mana shu holatida 11.70 joy uchun qilinyapti. Bundan kattaroqlari mana 35 lik, 40 lik firmalar bor. Shu 35 lik, 40 lik firmalarimiz ham narxi bir xil akalar. Prosta tepasidagi choklari o'zgargan hisobiga narxi biroz qimmatlaydi. Bu ko'rinishdagi kattaroq firmalarimiz, ya'ni kattaroq 15 metr, 20 metr joylarda bemalol yopish uchun mo'ljallangan firmamiz 6x6, ya'ni profilda 6x6 o'zi konteynerdan chiqadigan profildan bo'lgan. Bu firmalarimizni narxi 190 ming so'mdan hozirgi kunda xarid qilishlaring mumkin akalar. Bularimiz akalar ustunliklar, shu firmalarimizni tagiga o'rnatadigan ustunlik sifatida ishlatamiz. Buni 10x15 bo'ladi, stenasi ancha qalin, konteyner, ya'ni o'zining tagidan chiqadigan haqiqiy baquvvat materiali. Buni 1 metri hozirgi kunda 115 ming so'm akalar. Qadrli yurtdoshlar, firmalarda o'sha misol uchun qancha desa bo'ladi. Mana 5 metr, 6 metrlik firmalarimiz ham bor. Ya'ni kichkina joylar uchun qo'ysa ham bo'laveradigan variantlari. Ular bo'lsa mana kattaroq joylar uchun tagi mana profil 6x6, ya'ni tepasi 10x15 konteynerda o'sha eshikni chiqadigan boz. Mana plankalari ham qo'yilgan, chiroyli, har tomondan sirka bo'lgan akalar. Ko'rsatib qo'yapman. Mana shunaqa firmalar kimlarga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rishlaring mumkin. Ya'ni bunga ishlatilgan materiallarimiz mana profil o'zi 6x6 profilimiz, mana uzunligini ko'rib turibsizlar. Shu konteyner tepasidan chiqadigan 6x6 profil. Stenasi ancha qalin, yaxshi. Bu firmaga ajoyib bir baquvvatlik beradi desa ham bo'laveradi. Bundan yasalgan firmalar ancha xizmat qilib beradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar, obuna bo'lib qo'yamiz. Kanal rivoji uchun ustalarni ham qo'llab turasizlar. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'lasizlar.